Google siz haqingizda ko'plab ma'lumotlarni biladi. Ishonmasangiz mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Ya'ni siz internetda qaysi saytlardan foydalanasiz yoki telefoningizda qaysi ilovalardan kuniga foydalanib turasiz. Ularning barchasi va ko'rgan video rasmlaringiz ham elektron pochtangizda saqlanadi. Agar bu ma'lumotlarni ko'rib chiqmoqchi bo'lsangiz yoki butunlay o'chirib tashlamoqchi bo'lsangiz, videoga like bosib qo'ying, ko'rsatib o'taman. Qani ketdik. Buning uchun biz elektron pochta, ya'ni Gmail ga kirib olishimiz kerak va tepada turgan rasmchani ustiga bosamiz va bu yerdan Google hisobingizni boshqarish bo'limiga kiramiz. Va bu yerdan ma'lumotlaringiz va maxfiylikni boshqarish bo'limini ochamiz va bu yerda veb va ilovalardagi faoliyat tarixi va YouTube tarixi va biz borgan joylar ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda barcha ilovalardagi bizning ishlatilgan ma'lumotlarimiz saqlanadigan joy hisoblanadi. Va bu yerdan Google hisobiga kirib ko'ramiz. Masalan, bu yerda men qidirgan Google'dagi sahifalar, ko'rgan rasm, videolarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerdan ularni xohlasangiz o'chirib yuborsangiz ham bo'ladi. Va keyin Android tizimiga kirib ko'ramiz va bu yerda esa bizning kundalik ishlatgan ilovalarimiz vaqti bo'yicha qaysi ilovadan foydalanganimiz chiqib keladi. Shu tarzda Google'dagi ma'lumotlarimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi va o'chirib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Videoni do'stlarga jo'natib, subscribe qilishni unutmang.